Farzandingizning miyasi aynan hozir hayotida eng kuchli rivojlanayotgan davrda ekanini bilarmidingiz? Har bir sekundda mingdan ortiq yangi miya neyron aloqalari yaratilmoqda. Bu mo'jizaviy oltin davr esa faqatgina bolalikda va faqatgina 5 yoshgacha davom etadi. Demak, bugun aytgan hatto bir dona inglizcha so'zingiz ham bolajoningiz uchun ertangi cheksiz eshiklar kaliti bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Men Mamalingo, Xalqaro Webster universiteti magistri, TESOL yo'nalishi bo'yicha mutaxassis va TEFL sertifikatli ingliz tili o'qituvchisiman. Va shuningdek, siz kabi farzandining kelajagiga befarq bo'lmagan bir onaman. Soha mutaxassisi sifatida esa bir haqiqatni ayta olaman. Eng kuchli o'qituvchi bu sizning o'zingiz. Farzandingizga eng ko'p ta'sir qiladigan ovoz esa aynan sizning ovozingiz. Farzandimni 2 tilli qilib tarbiyalash yo'lida juda ko'p savollarga duch keldim. O'rgandim, sinadim va yana o'rganishda davom etyapman. Bilim va tajribalarimni siz bilan ushbu sahifada bo'lishib bormoqchiman. Nega erta yoshda farzandingizga til o'rgatish muhimligi haqida gaplashamiz? Inson miyasi tug'ilgandan so'ng juda tez sur'atda rivojlanadi. 1-5 yosh oralig'i o'rganish uchun eng sermahsul davr hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aynan ilk yillarda miyada har soniyada millionlab yangi aloqa, ya'ni sinapslar hosil bo'ladi. 3 yoshga kelib, bola miyasi kattalar miya hajmining taxminan 80% ga yetadi. 5 yoshga kelib, bu ko'rsatkich 90% ni tashkil qiladi. Tushunyapsizmi? 90%. Til o'rganish miyaning eng kuchli mashqi hisoblanadi. Chunki tilga duch kelganda eshitish, ko'rish, harakat, xotira va muloqot tizimlari bir paytning o'zida ishlaydi. Shu sabab kritik sezgir davr deyiladigan ushbu bosqichda bola tilning ohangi, urug'i va so'z tartibini tabiiy qabul qiladi. Tarjimalarsiz. Shuning uchun ham bu davr oltin davr ham deyiladi. Sezgirlik keyin ham butunlay yo'qolmaydi. Ammo 6-7 yoshdan so'ng asta pasaya boshlaydi. Talaffuz ona tilidek tabiiy chiqishi qiyinlashadi. O'rganish esa ko'proq ongli mehnatni talab qiladi. Demak, katta yoshda ham til o'rganish mumkin, lekin bolalikdagi darajadagi tabiiylik, aksentsiz nutq va avtomatik tushunish darajasi odatda kamroq bo'ladi. Xulosa oddiy, bola qancha erta muhitga kirsa, miya shuncha samarali javob beradi. Til bu dars emas, til bu muhit. Kundalik iboralar, o'yinlar, takror barchasi sizga yordam beradi. Xo'p, til o'rgatish muhimligini bilib oldingiz va endi xayolingizdagi keyingi taxminiy fikrlar ketma-ketligi. O'zim inglizcha bilmasam, qanaqa qilib farzandimga o'rgataman axir? Yoki inglizcham yaxshi emas, yetarli darajada bilmayman-ku, o'rgata olmayman. Xato qilib qo'ysam-chi? Talaffuzimda xatolar bo'lsa-chi? Bolamni chalkashtirib qo'ysam-chi? Shu va shu kabilar. Lekin biling, bolaga kerak bo'lgan narsa mukammal grammatika emas, mukammal Amerikada tug'ilgan insonnikidek aksent kerak emas. Sizning mehringiz, jasoratingiz, intizom, takror, muhit va sizdan biroz tizimli harakat kerak xolos. Mamalingo kanalining missiyasi ham aynan shu. Farzandiga erta yoshdan ingliz tilida so'zlashishni o'rgatishni xohlaydigan, lekin o'zi esa til bilmaydigan yoki til bilsa ham qanday, qayerdan boshlashni bilmayotgan onajonlarga yordam berish. Bu yo'lda yo'ldosh, dastak bo'lish, onajonlarga til o'rgatish va shu yo'l bilan bolajonlar rivojlanishi uchun hissa qo'shish maqsadimiz. Siz o'rganasiz, farzandingiz ham o'rganadi. Bu yerda murakkab grammatika yo'q, qalin kitoblar yo'q. Kundalik hayotning o'zi dars. Biz uy sharoitida inglizcha gapirish bo'yicha amaliy iboralar, o'yinlar va metodlar, bolalar psixologiyasiga asoslangan maslahatlar bilan sizga doim yoningizda bo'lgan yordamchiga aylanamiz. Sahifamga obuna bo'ling, manfaatli deb topsangiz ulashing, qo'llab-quvvatlang. Keling, hoziroq boshlab ko'ramiz. Boshida hech qanday qiyin narsa yo'q. Bugun faqatgina 3 ta jumla bilan boshlaymiz. Birinchisi come here, bu yoqqa kel. Ikkinchisi let's play, qani o'ynaymiz. Uchinchisi esa good job, yaxshi bajarding, barakalla ma'nosida ishlatamiz. Bu so'zlarni bir kun davomida bir necha marotaba qaytaring. Asosan o'yin vaqtida. Muhimi tabassum bilan, ko'zlariga qarab ayting. Siz buni qila olasiz. Qaytaraman. Bolaga kerak bo'lgani mukammal grammatika emas, sizning mehringiz va izchilligingiz. Har kuni atigi 3 ta ibora.
15-20 daqiqa vaqt kerak xolos va bu jarayon sizning kundalik hayotingizga yangi odat bo'lib kirib kela oladi. Xato qilsangiz, tabassum qiling va yana takrorlang. Bola xatoni emas, sizning jasoratingizni eslab qoladi. Bugun ushbu 3 ta iborani kamida 5 marta ishlating. O'yin vaqtida, kiyintirishda, ovqatda yoki uxlatishda. Ertaga yana xuddi shunday qiling. 7 kun ichida bu iboralar siznikiga aylanadi. Yangi, eng ko'p ishlatiladigan iboralar qo'shib boring. Imkoningiz bo'lsa, imkoningiz boricha o'yin o'ynayotganda yoki boshqa paytda inglizcha gapiring. Unutmang, mukammallik shart emas, izchillik shart. Siz eng zo'r ustozsiz. Keling, bugun boshlaymiz. Hozirning o'zida. Birga o'rganamiz, birga ulg'ayamiz.